Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri video olmagandim. Bu qancha bo'lganini ham esimda yo'q to'g'risi. 1-2-3 yil o'tib ketdi shekilli. Xullas boshdan boshlamoqchiman. Biz Kanadadan qaytib kelganimizga 1 yil bo'ldi o'rtoqlar. Butunlay Kanadadan qaytib keldik. Qaytib kelib Tokioda pitseriyada nima qildik? Pitseriya do'konini ochdik. Pitseriya do'kon ochganimizga masalan dekabrda ochgan bo'lsak, yaqinda уже 1 yilga yaqin bo'lib qoladi. Xo'p. Bu qaytib kelgandan keyin yengil tanishtiruv bo'ldi o'zim haqimda ham. Biz yana ham o'sha Saytamadamiz, yashayapmiz. Ishxonamiz Tokioda Minova stansiyasida pitseriya do'konimiz bor, yana bitta qayta aytdim. Xo'p. Nimaga bugun bunaqa qaqqo'da, bunaqa kiyimda turibsiz deb so'rashinglar mumkin o'rtoqlar. Men dacha oldim o'rtoqlar, bir kasallik orttirib kelganman Kanadadan. O'sha kasallik nima desanglar, shu Kanadada har doim shanba yakshanba tanish bilishlar doim shahardan tashqariga chiqib ketishardi, o'zlarini dachasiga besso deb qo'yadi yaponchalab, shunaqa chiqib ketardi. Shunga rosa havas qilardim o'rtoqlar. Havas qilardim, keyin o'zim ham harakat qilib va nihoyat dachaga qo'lim yetdi. Bu balkim maqtanish bo'lmasin, bir sizlar bilan shu xursandchilikni bo'lish maqsadida video olib ko'rsatyapman. Xo'p, biz Chibada dacha sotib oldik o'rtoqlar, o'zimiz uchun oilaviy. Nostra Shirako degan nom bermoqchimiz. Xo'p, o'sha dachani sizlarga hozir ko'rsatib tanishtirmoqchiman. Bu dacha lekin juda ham eski, bir 50 yillik uy, lekin remont qilsa, chiroyli qilsa, bular vaqtlar davomida remont qilib, chiroyli qilib sizlarga o'sha jarayonlarni ko'rsatib ketmoqchiman. Xo'p, keyin juda ham salqin. Biroz bunaqa kiyim olganim sabab birinchi quyoshdan, agar pashsha-mashsha bo'lsa chaqim etmasligi uchun sal issiqroq kiyim olganman. Atak salqin, Shabada juda ko'p. Chunki bizga dengiz juda ham yaqin. Mashinada 10 minut, 15 minutlik cho'miladigan joylar bor, masalan, beach deyishadi yoki bo'lmasam surfing qiladigan joylar bor, juda ham yaqin. Kelajakda bu yerda kichkina odamlar kelib dachada dam olib keladigan joy qilmoqchiman. Ham o'zimiz oilaviy uchun, ham qizim, ham nima uchun? Odamlar kelib arendaga olib qilsa bo'ladi. Xo'p, men sizlarga hozir tanishtirishni boshlayman. Birinchi eshik tarafdan kavridan kamerani olaman, u qizga qaraydi. Biroz o'rtoqlar, Chibano Shirako degan joydamiz. Uyimizdan taxminan 2 soatlik yo'l, 2 soat 20 minutlik highwayda где-то $20-25 ketadi bir tarafga kelishga. Xo'p, Tokiodan bo'lsa bizni do'konning atrofidan 1 soat 20 minut bo'ladi. 1 soat 20 minut. O'rtoqlar, bu ko'cha taraf. Mana shu devor polnisi bizga qarashli. Polnisi daraxtlar, polnisi bodam. Tak, bu tarafdan bo'lsa o'sha oyna turibdi, mana bu stalbadan oldida, o'sha tarafgacha. Bu eshigi bor o'rtoqlar, eshigi. Ko'rasizlarmi? Ertalabda juda ham bu ob-havo juda ham yaxshi bo'ladi. Qushlar sayraydi. Xullas, ko'ryapsizlar o'rtoqlar mana. Juda ham chiroyli. Xo'p, hozir men sizlarga kirib tanishtirib o'tib ketaman. Videoda oxirigacha ko'rsanglar. Короче, bizdan oldin yashagan odam, hozir 2 yildan beri odam yashamagan. Shuning uchun bugun tozalagani keldi yozgina. Boshqa odamning ismi, keyinchalik ismi o'zgariladi. Bu yoqqa xudo xolasa eshik qo'yiladi. Bu yerdan kirish mashinalar uchun. Xo'p. Mana bunday kiryapmizmi o'rtoqlar? Kirib kelaverishda. To'g'rida omborxona bor. Omborxona shunga o'xshagan narsa, lekin tepasida yashasa bo'ladi. 2 ta xonasi bor. Normal, uni ham tozalab, netib, kraska qilib yashasa bo'ladi. Juda ham chiroyli. Tayda omborxona instrumentlari, bu narsalar turadi. Xo'p, bu tarafda uy. Uyni keyinroq obzor qilaman o'rtoqlar, keyinroq obzor qilaman. Bu yerda garaj, o't yulib tashab qo'ygan ekan oldingi egasi. Mana o'rtada chiroyli qilib dekoratsiya uchun har xil daraxtlar, bu narsalar qilsa bo'ladi. Xo'p, kirganda o'ng qo'lda mana, o'rtoqlar, kirganda o'ng qo'lda bitta katta mana yerlarimiz bor. Bu ham juda katta yer o'rtoqlar mana. Endi daraxt bu qarash kerak. Bu 2-3 yil odam yashamagan, qaroqsiz qolgan ozgina. Kelib o'tlarni o'rib turgan vaqti bilan, lekin qarammaganligi uchun o'tlar o'sib ketgan. Xo'p, mayli. Keyinga yetamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda katta joy. Agar qilsa ham bo'ladi, narsalar qilsa ham bo'ladi. Ate chekkaroqda joylardan nima qildim? Masalan, kelajakda bir hayvon boqadigan bo'lsam ham qo'shnilar menga hidi kelyapti, bu narsa pretensiya qilmasin dedim. Xo'p,
Bundan tashqari bu yerda teplitsa ham bor o'rtoqlar. Teplitsani ahvolini ko'ryapsizlarmi? Arkasi butun xudo xolasa. Klinkasini almashtirib, ichlarini to'g'ri tozalash kerak. Endi bunga ham vaqt talab qiladi. Xo'p. 10 tarafda ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi o kenglikni? Bir kenglik вообще. Полностью mana shu taraflar. Bu daraxtlar ham полностью bu tarafga qaraydi. Mana lime deydimi? Limonni bir turi o'shanda. Уже qurib ketganda mevalar ko'ryapsizlarmi, odamlar yemasdan. Qarovsiz qolganda ko'p joylar. Katta joy полностью tozalash kerak. Faqat va tozalash kerak. Men buning uchun o'zim kuchim yetmaydi, bir o'rtoq oshna-og'aynilarim chaqiriladi. Ana, masalan, o'rik mana. Men o'rik yo'q deb yurardim, lekin o'rik bor ekan Yaponiyada. Kaspar kelganimda o'zi tushib yotgan edi, ko'rgani kelganimizda. To'g'risi, bu uyni bir marta keldik, xullas mana uy, ko'rinyapti. Bu tarafda o'sha omborxona alohida. Bu uyni xullas o'rtoqlar birinchi kelganda ela sirazi ko'rib, sotib olishga nima qildik, chunki menga yoqdi sirazi. Endi narxi ham o'zimni hamyonbop deydi-yu. Alhamdulillah. Xo'p. Mana o'rtoqlar, bu yerda suv muammo yo'q. Gaz muammo yo'q, svet muammo yo'q. Gaz nimaga muammo yo'q? O'rtoqlar, biroz gap cho'zilib ketishi mumkin, lekin aytaman. Bu yerdan gaz o'zi yerdan chiqar ekan. Men Yaponiyadan yerdan neft yo'q deb o'ylardim, ya'ni gaz yo'q deb o'ylardim. To'g'risi, yerda o'zidan chiqar ekan. O'shanga mana shu yerda kompaniyalar, 2-3 ta kompaniyalar o'shani xalqqa tarqatib, juda ham arzon. Masalan, 1 kubini 100 so'm atroflarida qilib berar ekan. Biz Tokiolarda yoki Saytamada 300-350 oladigan bo'lsak, bu yerda 100 atroflarida. Chunki bu yerda o'zining atrofida gaz chiqar ekan. Yana bitta gap, dehqonlar uchun u gaz shunaqa olish oson ekanda, uni hozir ayta olmayman, qanaqa nima qilishlarini. Juda olish oson ekan u gazni. Dehqonlar uchun, dehqonlarga masalan yordam sifatida dehqonlar besplatni ishlatish mumkin ekan. Ko'rdinglar o'rtoqlar, bu yerda yerimiz bor. Teplitsa bo'ladi yoki bo'lmasam ichini yaxshi tozalatib tovuqxona qilib qo'yaman, bilmayman, ko'ramiz. Bu yoqqa ketdi. Keyin mana ko'ryapsiz o'rtoqlar, bu nima dedim? Omborxona dedim, ha? Naya deb qo'yadi yaponcha. Undan tashqari mana shu suvlar hammasi o'rtoqlar yig'ilib mana bu quduqqa tushadi. Mana bu quduqqa. Bilasizmi? Qaralmaganda, prosta qarovsiz qolgan. Mana bu yerda bismillah. Quduqqa tushadi. Bilasizmi? Quduqdan keyin bu narsalarga mana shu yerda agrodga, masalan, agrod qilsangiz, ekin tekinga ishlatsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda yer tagidan suv chiqadi. Bitta motor o'tgan safar chiqarib beradi. Bitta bossa chiqadi. Bu yerdan ham suv chiqadi ekinga. Endi maqsad nimani suvni ham ishlatish kerak bo'lganda, yomg'ir suvini isrof bo'lmasligi uchun. Xo'p. Undan tashqari uyda alohida ichimlik suv bor, u kelgan, u muammo emas. Keyin gaz ham to'shi gaz deydi, bular prirodniy gaz o'sha xullas. Xo'p, undan tashqari mana yerda naves bor, ha. Polностью narsalar turadi. Endi bu yerda dehqon ham yashagandan oldin, dehqon yashagan, keyin o'g'ligami nevarasiga qo'ygan, xullas nevarasi yashamagan. Vaqtlar o'tib sotishga qaror qilgan va biz oldik buni. Ko'ryapsizlar, hamma bardak bo'lib yotibdi. Prosta sizlarga hech narsani berkitmay, yashirmay ko'rsatyapman. Biroz video bir 10 minutcha bo'lib ketsa kerak, undan keyin qolganini yana bitta alohida qilib ko'rsataman. Xo'p, undan tashqari sotigini ham aytib o'tib ketaman keyinroq. Mana polностью bu daramo taxtalar ham bilasizlarmi? Bu narsaga qurilish ham nimadir qilsa ishlatsa bo'ladi. Tovuqxona, qo'yxona qilsa. Daraxtlar bor, taxtalar. Xo'p, bu yerda naya. 10 minutda o'tib ketadi shekilli bu video. Undan tashqari skalatlar ham ichida bu narsalar bor. Kaliti menda, lekin hozir yonimda emas. Ichi bo'sh bo'lsa kerak. Xo'p, bu yerda yana shu taxtalar bor. Va setkadan u yog'i bizga qarashli emas. Bilasizlar, o'rtoqlar. Juda ko'p narsalar bor, juda ko'p to'g'risi. Birorda o'zim ham nima qilamanki buncha narsani deb qolaman, lekin nimagadir ishlatib tak omborxonasiga kiramiz. Naya deb qo'yadi bular. Hamma quyoshdan, uncha nima bo'lmasin deb. Xullas, uyga 50-51 yil bo'lgan uy. Shunaqa. Tak kirishingizda ikkinchi etajga chiqib ketsa bo'ladi. 2 xona. Buni ham ichi salqin, juda ham salqin, chunki tepasiga yaxshigina issiqlik o'tmasligi uchun
nima qilingan. Undan tashqari instrumentlar bor bu yerda. Menga nimasi juda ham ma'qul, mana shu instrumentlar juda ham kerak bo'ladi o't o'rishga, daraxt kesishga, hamma yoq bor ekan o't o'rishga mana. Arra bormi, matapila bormi, o't o'rishga hamma yoq bor, matapilalar hamma yoq. Lekin bularni ishlatishni bilmayman. O'rganish kerak. Undan tashqari masalan barbekyu qilgani, bilasizlar, hamma yoq bor. Mana gaz yoqib, gazda isitadi bu yerda. Gaz arzon bu yerda, gazda isitadi qishda. Keyin bu yerda unaqa chivaligi uchun unchalik sovuq ham bo'lmaydi, qor ham yog'maydi. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi etajga chiqib ketaman. Bilasizlar. Ikkinchi etajdan ham ko'rsataman. Endi bular remont bo'ladi, borsa bo'ladi, kraskalab, ammo devorlarni chiroyli qilsa, odam o'zi kelib ham yashasa bo'ladi bu yerda bemalol. Buning uchun vaqt kerak. Bilasizlar, mana daraxtlar ahvol olib ketgan uylar. Xo'p. Bu tatamilari almashadi. Mo'g'arasidan juda ham qadimiy eshik ochishlardan-da. O'zim ham bilib olmayman. Qanaqa bo'ladi. Transfer ochib bering. Hamda burab turib, pastga qilaman, ochiladi. Bilasizlarmi? Bu setkani polniy setka bilan to'silgan. U yoq bizga qarashli emas, bu yoq bizga qarashli. Tak, bu yoqda ham ochasiz sizlarga, ko'cha yaxshi ko'rinadi chunki. Mana. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar, mana tabiatda juda ham chiroyli. Nihoyatda chiroyli mana. Bu odamlar keladi mashina yerga yoki bu tarafga bu garajga qo'yib turib, bemalol keyinchalik odamlar dachada kelib damoqchi bo'lsa, bemalol arendaga berish rejalashtiryapmiz. Uy bu tarafda. Xo'p. Tak, bu o'sha xonasi o'rtoqlar, yana bir qator ko'rsatay sizlarga boshdan. Endi bular olib tashlanadi, devorlarni men loysuvoq qilmoqchiman. Aynan mana shu xonanilar. Men devorlarini loysuvoq qilmoqchiman. Chiroyli qilib loysuvoq bilan qoldirmoqchiman. Chunki o'sha loysuvoqning hidi qoladi. Xo'p, eshik ikki xonaga bo'linadi mana. Bu yerda klientlar uchun emas bu. Bu xona alohida o'zimiz uchun. Yoshlar. Bu xona ham aynan shunaqa. Polniy remont qilib devorlarni rangini berib turib, undan tashqari mayerga polniy loysuvoq qilmoqchiman. Loysuvoqqa bir maslahat bo'lsa, beradiganlar berib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Mana bu gips kardonmikan, shunaqalar yoki devorni loymi deyman, bu nimaligini ham bilmayman. Agar shunga bir fikrlar bo'lsa, qanaqa qilib loysuvoq qiladi, setga tortib turib, loysuvoq qilish kerakmi? Agar bilsanglar yozib ketinglar, aytib ketinglar, maslahat berib ketinglar, iltimos. Rahmat. Xo'p, shunaqa bo'ldi, o'rtoqlar, mana bu yerdan chiqqanda bu yerda ya'ni ko'chada dehqon bo'lgani uchun ko'chada hojatxonasi bor alohida. Undan tashqari u yerda yana boshqa narsalar bor, ko'rsataman. Ko'rdinglar o'rtoqlar mana.